Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiq al-wa'd al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom kunni barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Duolarimizni ijobat qilsin va mana shu minbardan turib aytilayotgan darslarga amal qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zini quvonchi bo'ladigan farzandlarni tarbiya qilishlikda hammamizga muvaffaqiyatini bergan bo'lsin. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizni bugun 27-si. Bugun inshaalloh ijtimoiy tarbiya haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Ijtimoiy tarbiya. Bu ota-onalarning mas'uliyat haqidagi darslar, murabbiylarning mas'uliyat haqidagi darslar. Hammamizga ma'lum, inson ijtimoiy maxluq. Ya'ni o'ziga o'xshagan insonlarning orasida jamiyatda kun kechiradi. Alloh taolo uni mana shunday bo'lishligini xohladi. Bu odam bolasi dunyoga kelar ekan, bu dunyoda umr kechirishlik uchun boshqalarga muhtoj bo'ladi. Unga ham boshqalar muhtoj bo'ladi. Mana shu jamiyatda inson o'zini o'rnini topsa, shu jamiyatda ado qilish kerak bo'lgan vazifalarni chiroyli, puxta ado qilsa, o'zi ham foydalanadi, odamlarni ham foydalantiradi. Insonni yolg'iz o'zi kun kechirishligi bu aqlga sig'maydi. Alloh taolo odam bolasini ijtimoiy maxluq bo'lishini xohladi. Odamlar orasida yashaydi va har kuni imtihonga duch keladi. Odamlar bilan qilayotgan muomala imtihoniga duch keladi. Mana shu imtihon sababli agar chiroyli bu imtihondan o'tsa, yuksaladi. Mana shu muomalalar imtihonidan o'ta olmasa, pastga qulaydi. Agar musulmon kishi dunyoga kelib mana shu odamlar bilan qiladigan muomalasini, jamiyat bilan qiladigan muomalasini Robbisini manhajiga muvofiq suratda amalga oshiradigan bo'lsa, albatta najotga yetadi. Ikki dunyoda. Agar Robbisini manhajidan uzoq bo'lsa, o'zini havoyi nafsiga qarab kun kechiradigan bo'lsa, albatta bu ikki dunyoda bunday banda xor bo'ladi. Mana musulmon odamning hayotini avvalidan oxirigacha ibodat deyiladi. Astagfirullah. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Alloh taolo aytadi, jinlarni ham, insonlarni ham menga ibodat qilishlari uchun yaratdim. Demak, insni ham, insonni ham, jinni ham bu vujudga kelishidagi maqsad Allohning qulchiligi, ibodati. Birodarlar, musulmon odamning hayotini boshidan oxirigacha ibodat deymiz. Bu xoh urfiy ibodatlar bo'lsin, namoz, roza, zakot, dinimiz buyurgan ishlar bo'lsin, xoh muomaladagi ibodatlar bo'lsin. Har qanday muomalasi ham musulmon odamning ibodat o'rnida bo'ladi. Endi oyoq kiyimizni kiyib yetishligingizda Payg'ambar alayhisolamning sunnatiga muvofiq kiyib yetsangiz ibodat. To'g'ri kiyib yetsangiz ibodat emas. Innamal a'malu binniyat. Hamma ovqat yeydi. Bismillah deb o'ng qo'li bilan yeb sunnatga muvofiq yesangiz, mana shu ham ibodat. Xuddi shunga o'xshagandek, odamlar bilan qilayotgan muomalamizda ham Rasulullohning sunnatiga amal qilsak, Allohning manhajini tatbiq qilsak va niyatimiz Allohning roziligi bo'lsa, albatta odamlar bilan qilayotgan muomalamiz ham ibodatga aylanadi. Kasbimizda, uylanishimizda, pul topishimizda, sarf qilishimizda, xursandchilik yoki qayg'uli kunlarda Robbimizning manhajiga amal qildikmi, yo'qmi? Mana shu narsa haqida albatta qiyomatda so'ralamiz. Ota-ona yoki murabbiy o'zi tarbiya qilayotgan bolani yoki farzandini qalbiga ijtimoiy tarbiya asoslarini joylashligi kerak bo'ladi. Modomiki bolalarimiz shu odamlar orasida kirib yashar ekan, jamiyat bilan bo'ladigan aloqalar haqidagi ilmga ega bo'lishligi kerak. Chunki bola tug'ilar ekan, to jamiyatga o'zi chiqib qo'shilgunga qadar ota-onasini quchog'ida bo'ladi. Hamma yo'g'ini ota-onasi qiladi. Doktorga borsa o'zi gapiradi. Biror bir kiyim olishlik kerak bo'lsa ota-onasi qilib beradi. Qo'yingki,
o'zini hech qanday tasarrufini amalga oshirmaydi. Jamiyatga birinchi bo'lib qo'shiladigan payti qaysi payt bo'ladi bolani? Bola bog'chasiga borganda. Bola bog'chasiga borgan paytda siz mana shu jamiyatga qo'shilishlik uchun, bu bola qo'shilib ketish uchun qanchalik tayyorgarlik qildingiz, qanchalik qilmadingiz, mana shu bolalarning bog'chasidan bilinadi. Yoki bolalarning bog'chasiga bormagan bo'lsa, 1-sinfga borganidan bilinadi. Xohlamay qoladi-yu. Men bormayman maktabga deydi. Yig'ilib turib oladi. Demak, shunga tayyorlamagansiz. Tayyor emas jamiyatga qo'shilib ketishlikka. Endi katta bo'lgandan keyin u murakkablashib boraveradi. Deslatga borib aralasha olmadimi deslatga kirib? Maktabga borib aralashib keta olmadimi jamiyat bilan? Endi katta bo'lgan sari shu sifat unda ziyodalashib boradi. Agar mana shu jamiyat bilan qiladigan muomalalar, mana shuning bir asoslari, uslublarini ta'lim bermaydigan bo'lsak, bu farzandimiz jamiyatga chiqqanda o'zi baxtsiz bo'lib qoladi va boshqalarni ham baxtsiz qiladi. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Qur'onni nozil qildi. Bu Qur'onda manhaj bor, dastur bor. Bu oilasi bilan qiladigan muomalalarning manhaji, jamiyat bilan qiladigan muomalalarning dasturi. Unday qil, bunday qilma, u halol, bu harom. Agar ana shu manhaj bo'yicha kelsak, o'zimiz ham foydalanamiz odamlar orasiga kirganda, odamlar ham bizdan foydalanishadi. Agar odamlar bilan qilayotgan muomalamizda Robbimizni ko'rsatmasi bo'yicha ketsak, hech kim bizni yomon ko'rmaydi. Hech kim bizga dushman bo'lmaydi. Manfur, yoqimsiz bo'lmaymiz. Chunki bu koinotni yaratgan Al-Xobir, Al-Alim bo'lgan zotni manhaji bo'yicha ketsak, Alloh biladi bizni nima foydamiz, nima zararimizligini. Buni misoli shuki, mashina haydab ketayotgan bir haydovchiga o'xshaydi. Agar shu haydovchi minib ketayotgan mashinasini chiqargan zavodni ko'rsatmasiga rioya qilsa, bir yo'l harakat qoidalariga rioya qilsa, 2 manziliga yaxshi yetib boradi. Chunki mashinani yasagan zavod mashinaning xususiyatlarini biladi, shunga qarab talab qo'ygan va yo'l harakat qoidalari bor. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la. Shu koinotni, shu odamlarni yaratgan Parvardigorni ko'rsatmasi bilan muomala qilsak, zo'r bo'ladi hayotimiz. Demak, ijtimoiy tarbiya juda ham muhim. Ijtimoiy tarbiyada bolalarimizga o'rgatishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa nima? Taqvo. Allohdan bo'lgan qo'rquvni farzandlarning qalbiga joylashlik kerak bo'ladi. Agar jamiyatga chiqib aralashgan paytda farzandimiz Allohning buyurganini qilib, qaytarganidan qaytadigan inson bo'lib tarbiyalangan bo'lsa, bu odam albatta hayotda salomat bo'ladi. Astagfirullah. Yahdi bihillahu man ittaba rizwanahu subulas salam va yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi va yahdihim ila siratin mustaqim. Oyat qarang. Sizlarga Alloh tarafidan nur, ochiq kitob keldiki, Alloh u sababli o'zining rizoligiga erishgan zotlarni najot yo'llariga hidoyat qilur. Allohning ko'rsatmasiga amal qilgan odam albatta najotga yetadi. Va o'zi izni irodasi bilan ularni zulmatlardan nurga chiqarur va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Bolamizni jamiyatga chiqarishlikdan oldin Allohning hududlarida to'xta, Alloh man qilgan ishga qadam qo'yma deb agar singdira olasak yoshligidan. Aytdik-ku, yosh bola 5 yoshgacha har qancha tushunchani olib oladi. Nima yaxshi, nima yomon. Mana shu tushunchalari bizning tilda o'shnaqalari shakllanib bo'ladi. 5 yoshgacha. Inson Robbisining manhajiga ergashar ekan, albatta salomat bo'ladi. Ko'chaga chiqib odamlar bilan muomala qiladi, kitobi sunnat bo'yicha omonlikda. O'zidan kattalar bilan muomala qiladi, kitobi sunnat bo'yicha omonlikda. O'zi bilan tenglar bilan muomala qiladi, kitobi sunnatga muvofiq omonlikda. O'zidan quyiroq bo'lgan odamlar bilan muomala qiladi, kitobi sunnatga muvofiq, bu odam omonlikda. Ammo boshqalar esa boshqalardan nima bo'lishini bilamiz.
Puldorroqda oldiga borganda boshqacha turadi, pulsizroqda oldiga borganda yana boshqacha turadi. Kattalarda oldida boshqacha, kichkinalarda boshqacha. Chunki bu odamda kitobi sunnat bilan muomala qilishlik degan ilm yo'q. Uni qo'lida andozasi yo'q. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallohi atqakum innalloha alimun xabir. Ey insonlar, deydi Alloh taolo Qur'onda. Dar haqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Odam va Havvodan. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishinglar, do'stu birodar bo'lishinglar uchun sizlarni turli tuman xalqlar va qabila elatlar qilib qo'ydik. Millatlarning har xil bo'lishi, har xil bir millat vakillarini bor bo'lishligi dan hikmat lita'arafu, bir-biringlar bilan tanishishinglar va do'stu birodar bo'lishinglar. Endi qarang. Shu millatlarda, shu elatlarda Allohga yoqimliroq qaysinisi? Inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida taqvodorroq bo'lganinglar hurmatlirog'inglar. Bu yerda arab hammadan ustun, ajamlar arabdan past degan emas. Bir kishining falon millat vakili bo'lganligi, falon millat vakili bo'lgan boshqa kishidan balandligini belgilamaydi. Millati bu yerda muhim emas. Allohdan qo'rqadimi? Mana shu odam Allohga mahbub bo'laveradi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan qo'rqsa, u zot u uchun barcha g'am, kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur. Qaytaramiz. Kim Allohdan qo'rqsa, Alloh bu bandaga har qanday g'am, tashvish, mushkuladan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatadi. Mana shu oyatni haqiqatini, mana shu oyatni ma'nosini tushuntirishlik uchun to'mlagan kitob yozsa bo'ladi. Masalan, bir odam farzand tarbiyasida Allohdan taqvo qiluvdi, farzandi oq bo'lmadi. Farzandi boshiga ko'tardi shu ota-onani. Yana bir odam uylanishlikda, ayol tanlashlikda Allohdan taqvo qiluvdi, oilasi baxtli bo'ldi. Buzilib ketmadi oilasi. Pul topishda bir savdogar taqvo qiluvdi, tijoratidan barakat topdi. Bankrot bo'lmadi. Allohga iymon keltirgandan keyin qilayotgan har bitta ishida taqvo qilgan odam ikki dunyo saodatiga yetadi. Mana biz farzand tarbiyasi haqida gapiryapmiz. Ijtimoiy tarbiya haqida gapiryapmiz. Bola tarbiyasida taqvo qilsak, bolalarimiz ko'zimizni quvonchiga aylanadi. Bizni boshida ko'taradi. Qilib bersak ham dunyosini, qilib bera olmagan bo'lsak ham. Ammo faqatgina uyi, mashinasi, uylab qo'yishi, tijorati, dunyosini o'ylab taqvo qilmasdan yashagan ota-ona nima qilib berib qo'yishlar menga sizlar? Ko'p aytamiz-a? Bu qadagi loy chekka olib chiqib qo'ydinglar. Voy ablah. Bu chek qilib uy solib beribdi hali bunga. Ko'chasini asfalt qilib bermabdi-da, shunisiga xafa bo'lyapti. Endi aksincha agar Allohni tanitib, taqvo bilan tarbiya qilganida bu bola nima der edi? Ko'p aytamiz. Dada siz ishladingiz, yetadi, bo'ldi, mehnat qilmang, namozingizni o'qing, jo'ralaringiz bilan bir ulpatchiligingizni qiling, Qur'oningizni o'qing, ishni bizga qo'yib qo'ying deb boshiga ko'taramidi? Ko'tarar edi. Agar taqvo ustida turib tarbiya qilganida bolasini, otam jannatni bitta eshigi, onam jannatni bitta eshigi, men bularga ehtiyot qilishim kerak degan narsa bo'lamidi? Bolani sizni ustingizdagi tarbiya haqqini berganingizda farzand sifatida sizni ota-ona haqqingizni bergan bo'lar edi. Taqvodor mo'minning hayoti osuda va osoyishta bo'ladi. Odamlar bilan muomalamizda, jamiyat bilan qilgan muomalamizda taqvo qilishimiz bizni Allohning roziligiga olib boradi. Mana hayotda muammo juda ham ko'p. Siyosiy muammo, iqtisodiy muammo, ijtimoiy muammo, sihiy salomatlikka taalluq muammo, hammasichi bitta arqonga baylasa bo'lar ekan.
Sababi bitta ekan. Bitta arqonga hammasini tortib qo'ysa bo'lar ekan. Bu odamlarda hamma mushkulalari, deyarli hamma mushkulalari o'ziniki bo'lmagan narsani olmoqchi bo'lganligidan kelib chiqar ekan. O'zi haqli bo'lmagan narsa, o'ziniki emas bo'lgan narsani qo'lga kiritaman degan paytda mushkulalar kelib chiqar ekan. Haq egalarining haqqini berishni xohlamaganda mushkula kelib chiqar ekan. O'ziniki bo'lmagan narsani olish va haqlarni egalarga bermaslik. Demak, bolamizga yoshligidan hamma muammolardan qutulish yo'lini o'rgatmoqchi bo'lsak, aytaylikki, o'zingniki bo'lmagan narsani olma, haq egasini haqqini ber. Ya'ni nima qil? Nima qil? Taqvo qil. Taqvo qil. Ehtiyot bo'l. Nimadan? Allohning g'azabidan. Allohni norozi qiladigan ishdan ehtiyot bo'l. To'g'rida, To'g'rida. Masalan, yo'lga mashina qo'yib qo'yapsizlar. Sizniki emas, u yerga mashina qo'yish. Sizning haqqingiz emas u. Ketdi problema. Orqasiga bittasi qo'ydi. O'shunga borib taqalyaptimi? Sizniki emasda bu yerga qo'yish. Sizning haqqingiz yo'q bu yerga qo'yishlikka. Bu ko'chani haqqi. Ko'chani haqqini bermasdan ovoldingiz, mushkula. Demak, farzandingizga yoki siz ta'lim berayotgan shogirdingizga birinchi o'rinda Allohdan taqvo qilishni o'rgating. Allohning hududida to'xtashni o'rgating. Bu narsa harom, bunisi mumkin emas, bundan ehtiyot bo'l. Agar shunday qilinsa, albatta xayriyat bo'ladi. Endi mana shu haq egalarini haqqini bermaganlar, o'ziniki bo'lmagan narsalarda o'ziniki qilib olganlarda oqibati nima bo'layotganligini hayot hammamizga ko'rsatib turibdi. Haddidan oshganlar, o'ziniki bo'lmagan narsani olganlar, haq egalarini haqqini bermaganlarni nima oqibat topayotganligini hayotda ko'rib turibmiz. Agar odamlar bilan qilayotgan muomalamizchi pala-partish bo'lsa, dastursiz, qonunsiz, manhajsiz, programmasiz bo'lsa, odamlar o'rtasida muammolar to'lib toshib ketadi. Allohdan qo'rqish degan dastur asosida bo'lish kerak bir-birimiz bilan qilayotgan muomalamiz. Masalan, odamlar Allohdan qo'rqmay bir-biri bilan muomala qilsa, o'rtasida albatta mushkula kelib chiqadi. Sotma-sot yurishadi. Ona sotga beradi, u sot hukmiga rozi bo'lmaydi. O'zi ikkita odam u muomalasini kelishib olsa bo'lardi Allohdan qo'rqishlik asosida. Bittasi o'lib ketguncha bu sotma-sot ketaveradi. Vaqt ketadi, moli ketadi, umri ketadi. Agar bir-birimiz bilan qilayotgan muomalamizni taqvo hal qilsa, o'rtamizdagi muomala taqvo asosida bo'lsa, bitta domla bilan hal qilib qo'ysa bo'ladi. Endi bu mo'minlarga tegishli narsa. Mo'minlarga tegishli narsa. Nimaga odamlar orasida shunaqa muammolar ko'p bo'ladi? Javob aniq. Allohning manhajidan chiqib ketgan ular. Ikkilamay aytsak bo'ladi. Yer yuzida bir mushkula borki, buni sababi gunoh. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Alloh aytayapti. Nima musibat kelsa boshingizlarga qo'linglar bilan qilgan ish tufayli keladi. Qaytarib aytamiz. Boshingga qanaqa mushkula kelgan bo'lsa, o'zing qilgan ish gunoh tufayli bo'ldi. Yunus alayhisalom baliq yutib yubordimi? Yutib yubordi. Nimaga yutib yubordi? Allohdan ruxsatsiz Naynavo aqlini tashab chiqib ketdi. Payg'ambardan xato sodir bo'ldi, Alloh taolo baliqni yutib yubordi. Musulmonlar Uhudda mag'lub bo'lishdimi g'alabadan keyin? Mag'lub bo'lishdi. Nima sabab bo'ldi? Itoat qilmadilar kamonchilar. O'shuning uchun mashinangiz biriga olib borib urdingizmi? Nima mushkula bo'lgan bo'lsa, nima muammo bo'lsa, pulyonkani bunday orqaga qaytaring-da. Nimadir qilgansizda bejiz bo'lmaydi. Onangizni xafa qilib chiqdingiz, otangizga tikka gapirdingiz, onangizni norozi qilib futbolga bordingiz, ketdi oyoq. Yana nima yo'na bo'lyapti ekan, bir ehson qilib oraylik. Chiqarib oraylik. Shu tovarimiz kelmayapti vaqtiga.
Yo is-pis chiqarma. Sen gunoh qilma banda. Sen bu yerda haromni qilib qo'yuvding yoki farzni qilmovding. Farz bilan haromga beparvo bo'lib nafl qilayotgan odamni nafllari qabul bo'lmaydi. Yana qaytarib aytamiz, xotinni tarbiyalash, bolani tarbiyalash farz edi biz yelkamizda. To'g'rimi erkaklar? Farz qolib ketsa, harom qolib ketib turib, nafl bilan shug'ullanayotgan odamning nafli qabul bo'lmaydi. Demak, har bitta muammo, har bitta mushkulani orqasida gunoh turadi. Endi gunoh qilishning orqasida nima turadi? Ilmsizlik turadi. Nafs deyish mumkin, to'g'ri. Agar mana shu gunohni qilsangiz, oqibati nima bo'lishidan xabardor bo'lsangiz, qilmaysiz shuni. 2 marta qizilga yursangiz, tushmadingiz, lekin bildingiz, pravodni lishat qilib yoradi. Shu qilgan ishingiz oqibati nima bo'lishini bilsangiz, qilmaysiz. Xuddi shunga o'xshagandek, siz qilayotgan gunohni oqibati nima bo'lishidan xabardor bo'lsangiz, gunohdan tiyilasiz. Gunoh bo'lmagandan keyin mushkula bo'lmaydi. Ildizi nimaga borib taqalyapti? Ilmsizlikka. Johil, ilmsiz odam unga dushmani ham qila olmaydigan yomonlikni o'zi-o'ziga qilib oladi. Adovun aqilun khayrun min sadiqin jahilin. Hikmatni qarang. Ahmoq do'stdan ko'ra aqlli dushman yaxshi. Hamma narsadan avval bilishimiz kerak bo'lgan haqiqat shuki, inna akramakum indallohi atqokum. Sizlarni Alloh huzurida eng hurmatliyingiz taqvodorrog'ingiz. Demak, birinchi aytadigan gapimiz ijtimoiy tarbiyada bolalarning qalbiga taqvo degan narsani joylaylik. Allohdan qo'rquv degan urug'ni ekaylik. Shunda bu farzandlarni ko'zimizni quvonchiga aylanganiga inshaalloh guvoh bo'lamiz. Endi avvalambor bu taqvo degan narsani bolalarga o'rgatishlikdan avval o'zimizda bo'lish kerak bu taqvo sifati. Aytganmiz, amaliy suratda berilgan dars 100 ta ma'vizadan foydaliroq bo'ladi. Qaytarib aytamiz, amaliy suratda berilgan dars 100 ta ma'vizadan foydaliroq bo'ladi. Masalan, saratonda roza kelyapti mana. Issiq. Kun uzun. Mana shu kunda taqvo qilganingizni bolangiz ko'rsa, albatta siz ergashadi. Savdoda adashib xaridor ko'proq pul berib yubordi. Nima qilasiz? Qaytarib berasizmi? Buni bolangiz ko'radi, o'rganadi. Do'koningizga bir nomahram ayol kirib qoldi. Yolg'iz turgan paytingizda. Nima qilasiz? Tikilib qarab turasizmi yoki ko'zingizni olib qochasizmi? Demak, amaliy suratda biz taqvoni o'zimiz ko'rsatishimiz kerak. Taqvo nima? Taqvo seni buyurgan yerida Robbing ko'rishligi va seni qaytargan yerda ko'rmasligi. Taqvoning ta'rifi. Taqvo haqida juda ko'p darslar bo'lgan. Qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Qur'onda 300 dan ortiq o'rinda taqvo haqida so'z ketadi. 300 dan ortiq. Taqvo nima? Allohning g'azabidan, azobidan qo'rqish. Unga osiy bo'lishdan, uni manhajidan chiqishdan, uning hududlarini buzishdan qo'rqish. Ikki dunyoda ham, shu dunyoni o'zida ham taqvodor odam saodat topadi. Farzand solih bo'lish uchun uni qalbiga taqvo urug'ini ekishimiz kerak. Bolam, bunday qil, bunday qilma. Mana bunday qilsang Robbing sendan rozi bo'ladi. Mana bunday qilsang g'azablanadi. Taqvodor bo'lsang saodatli bo'lasan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan Ubay ibn Ka'b so'radi. Taqvo nima? Xalifa javob berdi. Tikonlik yo'ldan, ko'chadan yurganmisan? Ha, yurganman. Qanday qilib yurgansan? Juda ham ehtiyot bo'lib yurganman. Mana shu taqvo bo'ladi dedi. Tikonli ko'chadan yalanga oyoq ketayotgan odam qadamini yerdan uzmaydi. Qayerga qo'yishini ko'rmasdan turib. Chunki uzib olsa tikanni ustiga qo'yib qolishi mumkin. Shuning uchun oyog'ini ko'tarishdan burun ko'rib oladi qayerga qo'yishini. Mana shu taqvo dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam at-taqvo ha huna deb o'zini muborak ko'ksiga ko'rsatdilar.
Taqvo mana bu yerda bo'ladi. Taqvo mana bu yerda bo'ladi. Kunduzi mashina haydagan shofir bilan kechqurun mashina haydagan shofirni mashina haydashida farq bo'ladimi? Qaysinisi qiyinroq? Allohning buyrug'ini bajarishga bo'lgan kuchli rag'bat hamda bandaning qalbiga berilgan nur, mana shu taqvo bo'ladi. Bu nur bandaga haqni haq deb, botilni botil deb ko'rsatadi. Taqvodorlarning hayotidan ayrim misollar, taqvoga ayrim namunalar. Imom G'azzoliy o'zini Ihyo Ulumuddin kitobida shunday bir rivoyatni keltiradi. Yunus ibn Ubayd solih kishilardan edi, kiyim savdosi bilan shug'ullanar edi. Uni do'konida har xil qiymatdagi kiyimlar bor. 400 dirham, 500 dirham, 200 dirham, 100 dirham, 50 dirham. Bir kuni masjidga ketayotib, o'zini jiyanini do'konga qoldirib ketdi. Do'konda turgan jiyani uni oldiga bir arobiy keldida, menga 400 dirhamlik kiyimni ko'rsatchi dedi. Haligi bola 200 dirhamlik kiyimni ko'rsatdi. Arobiyga ma'qul keldi. 400 dirhamga oldi. Kiyimni ko'tarib ketayotgandi, masjiddan qaytib kelayotgan Yunus ibn Ubaydga duch keldi. Yunus qarasa, haligi qo'lidagi kiyim arobiydi. Uni do'konidan olingan. To'xtatib turib, birodar, qanchaga oldingiz dedi. 400 dirhamga oldim. Buni narxi 200 dirhamdan oshiq emas. Yuring do'konga qaytarib bering egasiga desa, arobiy, bizning yurtlarimizda 500 dirham bu. Men o'zim rozi bo'lib oldim dedi. Yunus aytdi, men bilan birga yuring dedi. Albatta dindagi nasihat, nusx, boshqalarga yaxshilikni ravo ko'rishlik dunyo va undagi hamma narsadan ko'ra afzal dedi. Yetalab o'zini do'koniga olib keldi. 200 dirhamini qaytarib berdi. Keyin jiyanini malomat qilib, uyalmadingmi? Allohdan qo'rqmadingmi? 2 barobar ham qimmat sotasanmi dedi. Musulmonlarga bo'lgan nasihating qayerda qoldi dedi. Ya'ni nasihat deganda musulmonlarga o'zingga ravo ko'rgan narsani ravo ko'rishing. Jiyani aytdi, "Vallohi rozi bo'lib oldi, amaki" deyapti. Nima qilsin endi bilmasa u? Zapchast purishlar, telefon purishlar, umuman shunaqa bir odamlarda hammasi xabardor bo'lmaydigan narsani sotayotganlar. Ichidagi navorotiga qarab turib, nima qilinadi telefon ham haligi usti bir xil olaveradi. Rozi bo'lib berdi deydi. Rozi bo'lib berdi, chunki bilmadi-da. O'shuning uchun shariatda bilmagan odamni kuyishi yo'q. Rozi bo'lib bergan bo'lsa ham sizga harom keyingi ikkinchi qismi. Chunki 200 so'mlik narsani siz 300 so'mga u tili bilan aytdi rozi bo'ldim deb. Bilmaganligidan rozi bo'ldim dedi. Shuning uchun taqvo qilinglar ukalar, akalar, savdogar birodarlar. Yunus aytdi jiyaniga, o'zingga ravo ko'rmagan narsani unga ravo ko'rdingmi dedi. Taqvo shunday bo'ladi. Taqvo shunday bo'ladi. Musulmon savdogar aldamaydi, xiyonat qilmaydi. Allohning roziligi bu banda uchun dunyo va undagi hamma boylikdan ko'ra qadrliroq bo'ladi. Qo'shib o'raylik monani deydi. 100 korobkani ichida 1 korobkani bo'lib ketaveradi. Yig'ishlar deydi. Yig'ishlar deydi. Abdulloh ibn Dinor aytadi. Abdulloh ibn Dinor aytadi, Umar ibn Xattob bilan Makka ga qarab chiqdik. Yo'lda dam olgani to'xtadik. Shu payt oldimizga bir cho'pon balandlikdan qo'ylarni haydab kelib qoldi. Xalifa unga qarab tanimayapti bu cho'pon xalifani. "Ey cho'pon, qo'ylardan bittasini bizga sotmaysanmi?" dedi. Cho'pon, "Men mamlukman" dedi. "Qulman." "Xo'jayinni qo'y" dedi. Xalifa uni sinab, "Sayyidingga borib turib, bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan" dedi. Yo'lini topib beryapti. Cho'pon, "Sayyidimni oldarman, Allohni-chi" dedi. Ana birodarlar, mana shu taqvo. Hech kim bilmagan, hech kim ko'rmagan joyda Allohdan qo'rqishlik. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us solata wattaba'ush shahawat fasawfa yalqawna g'oyya. Alloh aytadi Qur'onda, so'ng ularning ortidan namozni zoyi qiladigan va shahvatlariga beriladigan kimsalar o'rinbosar bo'ldilar. Endi u o'rinbosarlar albatta yomonlikka, ya'ni yomon jazoga yo'l qo'ydilar.
Qarang, salaf solihlar shunday bo'lgan ekan. Avvalgilar taqvoni moli dunyodan afzal deb bilgan ekan. Hozirgilar moli dunyoni taqvodan afzal deb biladi. Avvalgilar azizlikni taqvoda deb bilgan ekan. Hozirgilar azizlikni molda va mansabda deb biladi. Avvalgilar molini, mansabini taqvoning yo'lida xizmatga sarf qilgan ekan. Hozirgilar esa taqvosini moliga va mansabiga sarf qilayotganligini ko'ryapmiz. Sutga suv aralashtirmoqchi bo'lgan onaga qizi nima deb javob bergan edi? Umar ibn Xattob bunday qilmanglar degan-u desa, onasi, "Bolam, Umar ko'rmayapti-yu bu biz qilayotgan ishimizni." Qiz aytdi, "Ey onajon, agar buni Umar ko'rmasa, Umarni Robbis ko'rib turibdi-yu." Farzandlarning ijtimoiy tarbiyasida biz bugun aytgan birinchi narsa, farzandlarning qalbiga Allohdan bo'lgan taqvo urug'larini ekishligimiz kerak. Bolalarimizga taqvo degan sifatni o'zlarida kasb qilishiga yordam bersak, farzandlarimiz inshaalloh ko'zimizni quvonchi, solih farzandlar bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.